internetda do'stim bilan gaplashayotganimda bo'lgan qisqa, lekin qo'rqinchli voqea. Anchagina yosh edim. 13 yosh atrofida edim va maktabda o'qib yurgan paytlarim edi. Bitta tanish qiz selfie rasmga tushib menga yuborib turardi. Bir necha kundan beri gaplashib yurgandik. Bir kuni televizor ko'rayotganimda menga xabar keldi. U rasm yuborgan ekan va yaxshimisan deb SMS yozdim. U yana rasm yubordi va tagida unchalik emas, o'zingizchi deb xabar yozgan. U qiz taymer bilan rasm yubordi va rasmni ko'rishim uchun va yana soniya kutishim kerak edi. Yotoqxonasida ekan, derazadan qandaydir qora sharpa ko'rindi. Va darhol SMS yozdim. Deraza yonidagi ukangmi? Bu rasm bilan tushunmadim deb javob qaytardi. Bu rasmda esa boyagi sharpa yanada yaqinroq kelgan ekan. Yana qo'llari yuqorida edi, xuddi derazani ochmoqchidek. Men tezda derazang yonida kimdir bor, orqangga qara deb xabar yozdim. U meni xabarni o'qidi, lekin hech qanday javob kelmadi. Vaqt o'tgan sari siqilib ketayotgandim. Yana unga SMS yozdim, lekin javob yo'q. Qo'ng'iroq qildim, lekin baribir javob bermadi. Afsuski, uyini raqamini bilmasdim. Aks holda ota-onasiga qo'ng'iroq qilib aytgan bo'lardim. Ancha kech tushib qolgandi. Uxlamoqchi bo'lib yotgandim va nihoyat undan javob keldi. Bo'lgan voqealarni tushuntirib berdi. Derazaga qaraganda kimningdir turganini ko'rgan, baqirib yuborgan va qochib ketgan ekan. Haligi odam bo'lsa derazani ochib ichkariga kirgan. Shunda ota-onasi xonasiga borib dadasini uyg'otgan. Xonasiga borganda esa hech kim yo'q, lekin deraza ochiq bo'lgan. O'zimni boshimdan o'tmagan bo'lsa ham ba'zan eslab qo'rqib ketaman. Selfida uni ko'rib qolganim do'stimning hayotini saqlab qoldi desa ham bo'ladi. Aks holda bilmadim unga nima bo'lardi.